Gulnoz opa, nimaga odamlar hammasi tushkun? Bu nimani alomati? Bu dekadans, ommaviy tushkunlik deyiladi. Biz hozir aynan shundamiz. Yevropa bundan o'tdi. Yevropa dekadansdan o'tgandan keyin modernizmga keldi. Modernizmdan o'tib, hozir postmodernizmda. Biz endi modernizmga kelyapmiz. Ommaviy tushkunlikdamiz. Odamlar hamma bir-biridan norozi. Kattalar kichkinalardan, kichkinalar kattalardan norozi. Ayniqsa Yevropaga sayohat qilganlar buni juda sezishadi. Yevropada sayohatga chiqsangiz, hamma nimadandir xursand, hamma erkin, xotirjam, shunchaki o'tloqda suhbatlashib o'tirish mumkin. Soatlab, bir kun. Bizda esa-chi, hamma qayoqqadir shoshgan, nimadandir norozi, nimadir yetmaydi, nimadir qiynaydi. Umuman hammada muammo. Bu dekadans. Bu davr qachon o'tib ketadi? Tez emas. Kamida 50-60 yil. Bir estetik davr tugashi uchun kamida 50-60 yoki undan ham ko'proq yillar kerak. Bizda dekadans endi boshlandi. Biz bu davrni ko'rmaymizmi tugaganini? Balki farzandlarimiz ko'rar. Biz ham ko'ramiz degan umiddamiz. Lekin qiyin.